bezendiruv debdi. Endi maqsadimiz har turli konstruksiyalar men materiallarni to'qima tabiiy, ya'ni jassamni qo'ldana o'tirib bir o'rinda javob berdi mana. Savoliga ko'tarildi. Endi qizlar, mana bugungi darsimizda sizlarning oldinglarda yarim mahsulotlar turibdi-da, yarim buyumlar, yarim tovar turibdi. Sizlar bezak turlari qanaqaligi kim aytib beradi menga? Bezaklar nimalar bilan bezasak bo'ladi? Mana shu fartuqni, ana yegsaklarimizni, chanaklarga qo'yadiganlarni nimalar bilan bezasak bo'ladi? Hozir ko'zinglarni oldiga keltiringlar. Turib, qo'linglarni ko'tar. Har bir jihatlar bilan bezaksa bo'ladi. Yana tasmalar bilan, naqshlar bilan. Yana kim qo'shadi? Nima bezaklar bordir? Mana kiyimlarni faqat bu yerda to'g'ri tashlamaydi, uni nimalar qo'shadi? Qani akamina? Tugmalar, zamoklar, cho'ntaklar, tasmalar, mana bu yerda turibdi barcha bezaklarimiz. Munchoqlarimiz, o'yi o'rnaklari bor, lenzalar bor. Bezak turlari juda ham ko'p ekan. U bizlarning buyumimizni chiroyli chiqarish uchun mana shu bezaklardan foydalanar ekanmiz. Bugun sizlar oldinglardagi turgan buyumlarga bezak berasizlar. Tushundingizmi? Hamma o'zini oldiga narsasini olsin-da, qo'lida akib mana shu bezak turlaridan o'ziga mosini tanlab olsin. Kelinglar. O'ziga mos bezak turini olib, shuni yana
Boshlashdan oldin tikuv mashinasining shnuriga qaraymiz. Nima uchun qaraymiz shnuriga? Agar simlar chiqib ketgan bo'lsa, to'liq o'zib ketishi mumkin. Yaxshi. Böşeklerini öndeyuda armağan texnologiyalı nüskal karta boyunca cumhurda kızlarımız cam kastırdığını жақсы, öte keremet kılıp tigin maşinasında tigip çıktı. Öte жақсы, öte keremet. Bu ıslıq ıstavış. Issiq ıstavışni ustini bezetish uchun har turli taslar, және ulta o'rnaklar bilan bezetdik. Keyin sabab biz o'sha fartuqni tikdik, және bugun o'sha oyu o'rnaklar bilan bezendirdik. Bugünkü sabahınız sizlerge unadı mı? Ya!